Nima bo'lsa bo'ldi, xalq maza qilsin, tapchan so'rilarimizni O'zbekiston bo'yicha dastavkasini bepul qilib beramiz. Adashmayapsiz, bepul qilib beramiz xudo xolasa. Samarqandmi, Toshkentmi, Vodiydan bo'lasizmi, umuman farqi yo'q. Andijon, Namangan, Farg'ona umuman qizig'i yo'q. Agar Vodiyda bo'ladigan bo'lsangiz, oldindan pul kerak emas. Agar Toshkent, Voha bo'ladigan bo'lsa, 400 ming, 500 ming so'm zakalat tashab bersangiz, hammasini chiqarib olamiz xudo xolasa jigarlar. Endi obzor qilib beramiz. Videoni boshidan bittadan like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Like-ga bizga pul bermaydi jigarlar. Faqat shu ishimiz yurishiga ko'p prosmotr bo'ladigan bo'lsa, ko'proq narsa sotishimizga sababchi bo'ladi xolos. Qancha ko'p odam ko'rsa, o'shancha bizga yaxshiroq bo'ladi. Endi yaxshilik qolgan yaxshi bab jigarlar. Biz ham sizlarga o'xshab bola chaqani boqamiz deb yuribmiz xudo xolasa. Endi qaranglar, obzor qilib beramiz endi. Xo'p, bu ko'rib turganingiz to'liq sasnadan qilingan 210 ga 270 quruq sasnadan qilingan rossiyskiy teray emas. Bozorga chiqadigan bo'lsa, jigarlar, teray 50 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, sasna 80 ming, 100 ming so'm bo'ladi. Sasna qimmat bo'ladi. Bekorga odamlar tom qurayotganda ham tomiga o'sha sasna tashlaydi, teray tashlamaydi. Teray eshilib ketadi. Shipirni ko'tarib yuborgani uchun shunaqangi sasna, eng chempioni sasna bo'ladi. Bundan tashqari laminatlar ham bor, yong'oq oyoqliklar ham bor, hammasidan bor, ko'rsatamiz. Qaranglar. 210 ga 270 poltaxtalari shipon qilingan. Oddiy poldan misol uchun 50-60% qimmatroq yuradi. 8 ta odam sig'ari, stoli bilan komplekt narxini 3 million 300 ming so'm dastavkasini bepul qilib beraman aytganimdek. Bundan tashqari bunaqa modeli bor. Ko'proq rangi to'qroq bo'lgan, bu ham xuddi shunaqa bir xil xarakteristikaga ega bo'ladi. Bundan tashqari, endi sizga sal kattarog'i kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana bunaqangi holatdagisi bor. Bu 230 ga 280 bo'lgan, naqshlari ham chiroyli bo'lgan, juda chiroyli holatda. Xo'p, buni narxini 3 million 300 ming so'mga Toshkent, Vodiy, Samarqand hamma yoqqa bepul jigarlar. Dangal gapiramiz, dangal like-ni bang'alarni bosib qo'ysalaring bo'ldi. Buni rangi ham bor. Bu 3 million 300 ming so'm, bu ham 230 ga 280 jigarlar. Bu ham chiroyli so'ri, mana qaranglar. Pishiq, mustahkam, tevasiga chiqqaningizda ham mana g'ichirlagan ovoz yo'q. Mustahkamligi yaxshi, cho'tki bo'lgan. Lagasi nechta deganlar uchun mana lager 1 2 3 4 ta lagasi bor. Ham plus 2 chekkasida stoykasiga minadi jigarlar. Общий 6 ta stoykaga poltaxta minganlik hisobiga umuman g'ichir degan ovoz chiqmaydi. Ertaga misol uchun arzonroq narsaga borib oladigan bo'lsangiz, sifat yaxshi bo'lmasa, pulingizga kuyasiz. O'shaning uchun 1-2 so'm qimmat bo'lsa ham yaxshi narsa oling, uyingizga yaxshi narsa olib keling, maza qilib ishlatasiz jigarlar. Endi bu ustunamiz bor. Buni razmeri 1,5 ga 2 metr, 4 kishilik, o'rtasiga xon taxta tushadi. Choyxonaga qo'ysa ham bo'ladi, dalaga borib qo'ysa ham bo'ladi, ustalarga bersa ham bo'ladi. Nima qilib ishlatsalar ishlataverasizlar jigarlar. Buni agar o'zimizdan olib ketadigan bo'lsalaring 1,5 million so'm jigarlar. Bunga endi bu modelimiz bor. Oyog'i yong'oqdan qilingan, naqshligini qaranglar, boshqacha chiqqan. Samarqandga ham juda ko'p jo'natdim, Toshkentda ham juda ko'pchilik oldi. 4 ta stoykasi yong'oqdan qilingan. Bozilari 5 lik qilingan, atrof taxtasi 5 lik qilingan. Buni rangi to'qrog'i ham bor, qizg'ichrog'i ham bor, ochrog'i ham bor. Har xil rangi bor buni ham. Razmeri 240 ga 290 qilingan jigarlar. Buni narxini 4 million 200 ming so'm qilib beramiz. Oyog'i yong'oqdan jigarlar, shuni hisobga olib qo'yasizlar. Bu naqshlarni ham alohida frezerda o'yib chiqiladi jigarlar mana. Juda chiroyli holatda bo'lgan, laklari ham cho'tki bo'lgan. Bu xon taxta bilan bunisini qo'shmadim. So'rini o'zi 4 million 200 ming so'm. Bu narsani qo'shib oladigan bo'lsangiz, bu 400 ming so'm qilib beramiz. Yana buni arzonrog'i ham bor. Xon taxtasi 250 ming so'm jigarlar. O'zimiz 250 ming so'm xon taxtani olib kelamiz. O'zimiz yasamaymiz xon taxtani. Xon taxta yasaydigan odam boshqa bo'ladi. Biz faqat so'ri yasaymiz. Xo'p, bu modeli ham bor. 4 million 200 ming so'm. Oyoqlarini qarang, qalinligini mana. Oyoqlarini qarang. Taglarida naqshlar ham juda chiroyli mana. Chotki yong'oq. Xo'p, endi mana sizlarga lagani ko'rsatib qo'yaylik deb endi teryapti jigarlar, mana qaranglar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta lagasi bor. 2 chekkadagi stoyka bilan 7 ta joyga sistema bo'ladi. Minadi. G'ichir degan ovoz umuman chiqmaydi jigarlar. Baquvvat narsa. Buni ham razmeri 240 ga 290 qilingan. Buni narxini ham 4 million 200 ming so'mga Toshkent, Vodiy, Samarqand bepul qilib beraman jigarlar. Endi bu modelimiz bor.
Buni ikki xil razmeri bor. Xuddi shu ko'rib turganingizdek ikki xil razmeri bor. Ya'ni 240 ga 290 bor, 220 ga 270 bor. Narxi ikki xil bo'ladi, razmeri o'zgargandan keyin обязательно. 240 ga 290 ni 2,5 ga 3 deb sotishadi. O'zi asli to'liq 240 ga 290 bo'ladi. 4 million 200 ming so'm. Endi 220 ga 270 ni bo'ladigan bo'lsa, narxini hop 3 million 600 ming so'm qilib berdi, mayli. 220 ga 270 ni, faqat o 240 ga 290 deb bormaylar. Endi mana olib kelingda. Dastavkaga qulay qilib qo'yganmiz. Bitta Cobaltlarda tomida ham ketaveradi. Bu Gentra'ning tomimi, Cobalt tomimi, agar Toshkentda bo'ladigan bo'lsangiz, butunligicha terib berib yuboramiz Isuzuda. Vohada bo'ladigan bo'lsangiz, mana bunaqangi yig'ma holatda berib yuboramiz jigarlar. Cobalt tomiga shunaqasiga tushadi, olib ketaveradi. Xuddi shunaqa qilib berib yuboryapmiz. Sizlar ketadi mana. Mana pol taxtasi ham tayyor bo'ladi. Mana ikkiga bo'lingan bo'ladi. Orqasida mana so'rlar ham turibdi jigarlar mana. Mana lagalarni ham ko'ryapsiz mana. Quruq taxtalar qilingan, mana hammasi bir xilda. Eski, tuski degan narsalarni umuman qo'ymaymiz. Yangi taxta. Jigarlar, biz ham sizlarga o'xshab bola chaqaga yediramiz. Birovni aldab sotishda umuman keragi yo'q bizga ham. Ozgina foyda qilamiz. Shu. Mana dastavkaga, jigarlar, dastavkaga. Mana, xudo xolasa. Lagalarigacha streshlab qo'yganmiz mana. Tagidagi yonliklar, taxtalarnigacha mana. Jigarlar, streshlab chiroyli qilib, puxta qilib, olgan odam ham rahmat, maza qilib ishlatyapmiz desa, bizga shuni o'zi yetarli. Duo qilib qo'yasizlar jigarlar. Manzil so'raganlar uchun manzil Marg'ilonda, yangi do'konda bemalol kelsalar ham bo'ladi. Agar kelishga erinadigan bo'lsangiz, ishingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, telefon qiling. Vodiyda bo'ladigan bo'lsangiz, oldindan pul olmaymiz. Borganda pulini beraverasiz. Toshkent voha bo'ladigan bo'lsa, zakrat tashab berasiz обязательно. Sababi bizga ham bosh og'riq kerak emas. O'shaning uchun oldindan pul olsak, olishga majbur bo'ladi. O'shaning uchun biz ham jo'natib olamiz. Jo'natib olishda muammo yo'q jigarlar, xudo xolasa. Ekran nomer qoldiraman. Aloqaga chiqinglar. Telegramdan yozsalaring, rasmlarni tashab beraman hammasini. Yoqqanini tanlab zakaz qilaverasizlar. Hammalaringning ishlaringizga omad, fayzini bersin.